Buni Alloh aytayapti, darajatni aytayapti. Erkaklar oilada ayollarning ustidan rahbardurlar. Rahbar degani mas'uliyat degani. Bu ayollar qul degani emas, astagfirulloh. Nauzubillahi min zolik. Buni yaxshi tushuninglar. Biz ularga mas'ulmiz. Birinchisi nima? Nafaqasi farz, yigitlar. Namoz qancha farz bo'lsa, oilangizning nafaqasi shuncha farz. Yedirish, ichirish, kiydirish hammasi erkak kishini burchi. O qaynatalar, quloqinglarni yaxshi ochib eshitinglar buni. Jumaga kelaveramiz-u, oilada biz erkaklik burchini bajarmayapmiz. Ya'ni kelinni pulini olib qo'yish. Astagfirullah. Tez kelibdi. Qora aka, meni kelinim nima shifokor. Shu oyligini yarmisini onasi kasal bo'lib qoluvdi, olib borib beryapti. Shunga noroziman. Siz nimaga norozi bo'lasiz? Siz nima haqqingiz bor? Kelinning puliga nima haqqingiz bor? Qaynata eshiting. O'g'lingiz ham haqqi yo'q unga. Xohlasa oilaga ishlatadi, xohlasa adasiga, oyisiga borib beradi, xohlasa ziraga oladi. Xotin kishi xohlagan, erkak kishi bu sog'misiz, uzr bo'ladi qachon bemor bo'lsangiz. Erkak ayol kishi boqsin demayapti Alloh taolo. Nafaqa erkaklarga farz. Eshitib olinglar yigitlar. Juma o'qisangiz, uni nima yeyapti, ishi yo'q. Ba'zi birlar mana shikoyatga keladi menga. Nima kiyyapti, ishi yo'q. Demak, erkaklikni biz bitta farzni bajarmayapmiz.